Hammaga salom do'stlar. Bu videoda men Apple'da of Fortune o'yinini o'ynayman. Va men bu signal botini topdim. Men umuman qanday ishlashini ko'rsatmoqchiman. U bilan o'ynaganmiz. Yaxshi natija beryapti. Ko'rsataman. Hozir tezkor ro'yxatdan o'taman. Istalgan platformani tanlang. Men Winmin orqali kiraman. Hozir sahifa yuklanmoqda. Men u yerga ismim, familiyam va manzilimni kiritaman. Keyingi qadam, u yerda yozilgan promokodni kiritaman. Shunda menga signallarga kirish imkoniyati ochiladi. WebTort 1213 mavjud. Demak, men uni boshqarayotgan edim. Hozir hisob ochyapman va hozir qaytib kelaman. Shuning uchun do'stlar, men uni 2000 bilan to'ldirdim. Zaxirada qoldirish uchun 500 dan boshlayman. Shunday qilib, men yana signal berish tugmasini bosaman va o'zaro manfaatli platformani tanlayman va birinchi signalimni kutaman. Endi bu qanday ishlashini ko'rib chiqaylik. Shuning uchun menda shunday yaxshi ishlaydigan signal bor. 4 olma yaxshi haydalgan edi, 2 u yerda. Ikkitasi bu yerda ba'zilari bor, men esa 700 ta oldim. Rubldagi sof natija juda yaxshi va men ehtimol davom ettiraman. Endi yana yangisini olaman. Yana bir signal. Mayli. Biz 345 ta 5 ta olma haydab yubordik. Xo'sh, bu yerda zo'rga 3 ta bor. Futort 15, aniqrog'i 1500. Bu allaqachon umuman boshqacha. Bu 2 martadan ham ko'proq, lekin signal juda yaxshi chiqdi va shunga mos ravishda. Hozir men davom ettirib, navbatdagi signalimni olishni xohlayapman. Yana shunday, asosan eslab qolishim kerak. Shuning uchun men yana harakat qildim. Yana 700 yomon emas, xuddi men allaqachon ishlagandek. Aytgancha, atigi 3000 rubl bir nechta signal uchun xolos. Aytgancha, botni yuqorida topishingiz mumkin. Men uni chiqarib qo'yaman. Aytgancha, mana shu. Uning userini Telegramda topishingiz mumkin. Mana u bepul. Xo'p, yaxshi. Mana bunday signal allaqachon uzunroq va qiziq. Kiradimi yo'qmi, bilmayman. Xo'sh, boshlaylik. Xo'sh, do'stlar, davom etaylik. Biror narsa emas. Video shunday tugadi. Xo'sh, mana men ketdim. 3 ta qoldi. La'nati, men o'tkazib yubordim, lekin tamom. Shunday bo'lsa-da, men yutqazmadim. Keling, oxirgisini olaylik. Do'stlaringiz bormi? U haqiqatan ham ichkariga kirdi. Jin ursin, rostini aytsam, u bunga juda qattiq kirishgandan hayratda qoldim. Xo'sh, yana bir signal olaylikmi? Demak, nimadir noto'g'ri edi, ketaylik. Oxirgisi haqiqatan ham bir narsaga yopishib qoldi. Va shunday qilib 2. Va umuman olganda, do'stlar, bu juda yaxshi ishlaydi. Men uni yuqori qismida qoldirdim. Ehtimol siz uni savatda topgandirsiz. Hozircha barchangizga rahmat.